menimcha 5 metrda, 4 metrdan 5 metrda, 4-5 metrda. Pasyan 0 chiqdi. Ha. Assalom. Keling, bormisiz? Qizimisiz? Sizlar yaxshimi? Aka, assalomu alaykum. Qulluq bo'lsin. Qulluq, rahmat. Bizni ham mehnatimiz obod. Rahmat. Qani, aka? Amin. Alloh farzand xayrli qilsin. Aytganingiz kelsin, amin aka. katta bo'lsin, el yurtga manfaatli farzandlar bo'lsin. Haftasidan yana o'g'illar, qizlarni ko'rishlik nasib qilsin. Alloh kasb-koringizga baraka bersin. Allohu akbar. Tabriklayman. Rahmat Zarif aka, rahmat. Allohga shukr. Endi bir og'iz nimalarimizga, muxlislarimizga, bizni kuzatib boruvchilarga o'zingiz boshidan o'tgan qisqacha voqealarni aytib bersangiz. Turmush qurganimizga 4 yil bo'ldi. Alhamdulillah. Undan oldin keyin ko'riklarga o'tdik. Toshkentga borganimizda shunaqa spermogramma 0ligini 3 ta bilganman. Keyin eko tavsiya qilishgan, eko bo'ladi degan. Keyin qaytib kelib sizni oldingizga uchradim keyin. Avvalambor birinchi inshaalloh Allohdan farzand biz sababchi bo'lamiz, lekin birinchi tabiiyga davolaymiz, undan keyin ekoga keyingi tabiiy ekoga o'tamiz deb o'zingiz operatsiyalar qildingiz. Xudo xolasa rahmat. Undan keyin martagacha urug'ingiz 0 chiqib keldi. Menimcha 5 metrda, 4 metrdan 5 metrda, 4-5 metrda pasyan 0 chiqdi. Ha. Chiqdi. Keyin bizni kuzatib boruvchilarga analizlarni yana ko'rsatamiz. Siz ham ma'lumot Telegramda albatta aka, tashlab qo'yaman. Keyin keyin etapdagi lecheniyangizda baxt telefon qilishdi keyin. Qon sog'lig'ida shunaqa topshirib ketgan edim, shunaqa urug' chiqdi, xursand bo'lib ketdim, meni surpriz bo'ldi. Keyin kelib undan keyingi etapida keyin telefon qildim o'zizga, aka dedim, shunaqa homilador bo'ldi, jiddiy kutib turibmiz o'rtada dedik. Undan keyin shu bilan ishlamdan bo'lib aka mana 15-kuni Allohga shukr qiz farzandli bo'ldim aka. Allohga shukr. Tabiiy ravishda. Tabiiy ravishda, albatta aka. Xo'p, ya'ni urug'i 0 bo'lsa ham farzandli bo'lish albatta aka. Allohga shukr, albatta aka. Siz birinchisi ham emas, xudo xolasa. Allohga shukr. Nima deb tavsiyalar qilasiz? Tavsiyamiz albatta sizga kelib, ko'rinib, avvalambor Alloh siz hammasiga sababchi bo'ling bugundan keyin aka. Rahmat. Sizni tavsiya qilaman har doim. Rahmat. Telefonlar bo'lib qolsa endi bezovta. Albatta. Biz telefon qilishsa bemalol maslahatlar berib qo'ldan kelgancha aka. Ko'rib turganlaringdek, yana bitta urug'i 0 va natijaga erishgan bemorimiz o'zini shaxsiy so'zlarini eshitdilaring. Juda ham og'ir holat, genetik muammo ham bor edi. Buni hozir qaysi kasallikning nomini aytmaymiz, lekin ko'rgan mutaxassislar buni men 185 bo'yi mendan ham balandligidan va yuz ifodasidan bemorimizni qanday kasallik egaligini faqatgina mutaxassislar yaxshi bilishadi. Barcha farzandsizlarga farzand bo'lishni tilab qolamiz.